Qabziyatga eng katta yechim ayollarning o'zlarida. Shahnoza opa, bu sohaga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Bu sohaga kirib kelishimga onam sababchilar. Shundan beri men 12 yil ko'pdoridan haligacha ilm izlaymiz, haligacha o'qiymiz, o'rganamiz. Ko'plab ustozlarning shogirdiman, alhamdulillah, shu paytgacha ham juda ko'p shogirdlarga ustozlik qildim. Shahnoza opa, hozirgi kunda ayollardagi eng dolzarb muammolar qaysi? Tajribamdan kelib chiqib aytaman, ayollarda eng ko'p qiynaydigan muammo hozirgi kunda va oldindan ham ayollar tos sohasi bilan bo'lib kelayotgan muammolar, ya'ni serjikta olmaslik, ayollar jinsiy kasalliklarni qayta bo'lishi va qabziyat. Lekin bitta narsani bilishlarni xohlayman, aynan qabziyat juda ko'plab kasalliklarga sabab bo'ladi. Shuncha muammo qabziyatga bog'liq ekan, siz qabziyatga qanaqa yechim bera olasiz? Qabziyatga eng katta yechim ayollarning o'zlarida. Ya'ni ularning tariqalarining xilma-xilligi, pala-partish ovqatlanish ratsionlarining bo'lmaganligi, ulardagi barcha kasalliklar, bosh og'rig'i, jinsiy yo'llardagi kasalliklar va bundan tashqari o'zlarini sevgan holda vitamin va batlarni o'z vaqtida ichishlari.